su içsam onam urardı. Dod yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi. Bolalik zo'r bo'lardi, qilsam yugurib Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Rahmat, Allohga shukr. Bormisan? O'zingizlar xonadonlar tinchmi? Bizim mahallaga yurib qolibsan, yo'l bo'lsin. Ha, keyingi mahallada xizmat bor edi. Shu yerga ketib turdim. Ha, xizmatgami? Hey! Ana bu yo'lda turgan arava kimniki? Hozir, ha? Assalomu alaykum. Ey, mashinaga chetroqqa qo'ysang bo'lmaydimi? Ma, ko'chani sotib olganmisanlar? Xarab. Nima unaqa qarayapsan? Zo'rmisan? Qo'lingdan nima keladi? Gapir. Uzr. Ha, tinchlikmi? Ha, qo'yaver. Men sen o'rningda bo'lganimda buzib tashlardim. Ha, yo'q. Nima qilaman o'zimni kayfiyatim buzib? Yo'limdan chiqqan har qanday it bilan olishaversam, o'zim ham xuddi o'shalardek bo'lib qolaman. Ha, to'g'ri aytasan. Sog' bo'lasizlar. Mayli, sog' bo'l. Tani joning sog' bo'lsin bolam. Daryo yaxshi bo'lib kel. Sizni yaxshi ko'raman. Ha, aytgancha, men o'z javobimni aytdim. Sizchi, siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Izohlarda qoldiring.